Assalomu alaykum. Agar siz sotuv yo'nalishiga endi kirib kelayotgan odam bo'lsangiz yoki sotuv yo'nalishida o'sishni niyat qilgan odam bo'lsangiz, Xudo xohlasa bu video sizga ancha manfaatli bo'ladi. Bugun Xudo xohlasa biz sizlar bilan sotuv menejeri o'zi kim va sotuv menejerining kelajagi qanaqa shu narsani ko'rib chiqamiz. Qaranglar, sotuv menejeri o'zi bu sotuv yo'nalishini eng boshlanishi hisoblanadi. Ya'ni sotuv menejeri bu kasbga kirish desa ham bo'ladi. Bu kasbga kirgan odam birinchi o'rinda faqat sotuv menejerlik qilaman deb emas, uni kelajagini ko'rib ish boshlash. Sotuv menejerlar bu kasbga kirganlar juda ham yaxshi bilasizlar. Oylik daromadi o'rtacha 500-1000 dollar. Endi men har xil qiyin sohada B2B yo'nalishida ishlaydigan sotuv menejerlarni aytmayman, o'zi o'rtacha bozordan kelib chiqamiz. 500 dollardan 1000 dollargacha topishadi. Endi o sotuv menejerining kelajagi qayerda? Mana mashta oddiy telefonda sotib o'tirib yo do'konda sotib o'tirib bo'ldimi, shuni to'xtaymiz ham desanglar, yo'q, kelajagi ham bor. Sotuv menejeri kelajakda sotuv bo'limi boshlig'i darajasigacha ko'tarilishi mumkin. Bu birinchi etap. Va sotuv bo'limi boshlig'i nima ish qiladi desanglar, sotuv bo'limi boshlig'i birinchi qiladigan ish sotuv menejerlarini boshqaradi va korxonani o'sha oylik sotuvini ta'minlab beradigan odam. To есть sotuv menejeri ishlab kelajakda sotuv bo'limi boshlig'i darajasigacha ko'tarilishi mumkin. Va bu yerda уже qiziqroq narsalar boshlanadi. Sotuv bo'limi boshlig'i 1000 dollardan 2000 dollar atrofida pul topadi. Bu ham o'sha o'rtacha bozor sharoitidan kelib chiqib hisoblangan summa. Endi sotuv bo'limi boshlig'i ham bu ko'rib turganinglardek oxirsi emas. Sotuv bo'limi boshlig'i bu endi yo'lda boshlanishsa ham bo'ladi. Bundan keyin bizga ko'p holatda sotuv bo'yicha direkt. Bu endi ko'proq katta korxonalarda bu vakansiyani uchratish mumkin. To есть bu odam butun katta kompaniyani deymiz ham, korxonani deymiz ham sotuv tizimini boshqaradi. Misol uchun kompaniya oyiga 1 million dollar savdo qilish kerakmi? Bo'ldi, mana shu odam javob beradi. Shu 1 million dollar kompaniyaga kirib kelishi uchun. Va bu odam ham odatda butun sotuvdan foiz oladi va oylik o'rtacha daromadi kelaylik buni ham bir o'rtancha hisoblaymiz 2000 dan 4000 gacha pul topish tushunasizlar. To есть oranglarda ko'pchilik, men o'zim optimdan kelib chiqib gapiraman, bir 90% odam yo'llamada mashta o'zini ko'rgan. Men o'zim ham shunaqa bo'lganman. Sotuv menejerligi, ya'ni sotuv yo'nalishiga ishga kirayotganda, sotuv menejerligini o'zini ko'rib ishga boshlaganman. Men даже men summani ham ko'rmaganman, to'g'risini aytaman sizlarga. Просто yo'nalish qiziq bo'lgan, случайно kirib qolganman. Lekin ichiga kirganimdan keyin o'zim ishlab, izlanib, o'rganganimdan keyin sotuv bo'limi boshlig'i bor ekan, o'ylab qarasam va bunga где-то sotuv bo'limi boshlig'i darajasiga chiqish uchun 1 yil, 2 yil yetar ekan. Tushunasizlar? To есть 2000 dollar topish uchun unaqa za kosmetik davlat ishxonasimiz 5 yil, 10 yil ishlagandan keyin mana shu summa topiladi-yu, unaqa narsa kerak emas. Bu yerda 1 yil, 2 yil, balkim undan ham tez tajriba bilan oshirasizlar, opять-таки odam o'zidan kelib chiqadi, xarakteriga bog'liq. Qanchalik tez o'rganasizlar, qanchalik tez bilim olasizlar, shunga bog'liq. O'shandan kelib chiqib tez o'sasizlar va 1-2 yil o'rtancha yetarli bo'ladi sizlarga sotuv bo'limi boshlig'i bo'lishingiz uchun. Endi sotuv bo'yicha direktor bo'lish uchun bu yerda bizga o'rtacha 2 yildan 5 yilgacha vaqt kerak. Sizlar o'sha ishlayotgan yo'nalishinglar bo'yicha sotuvni bozor suqib ichorgan bo'lishingiz kerak va o'shaning natijasida sotuvga ta'sir o'tkaza oladigan, tizimni noldan qura oladigan, tizimni boshqara oladigan darajadagi odam bo'lish. Nega 2 yildan 5 yilgacha vaqt ketdi. Lekin menimcha 2 yildan 5 yilgacha vaqt ketkazib qopadigan summa o'zini. To есть o'rtacha misol uchun 4 yil vaqtingiz ketsin, lekin 4000 pul topinglar. Katta summa, kichkina summa emas. Keyingi davomlari sotuvni suqib ichorganinglardan keyin sotuv yo'nalish bizga tijoriy direktor degan odam kerak bo'ladi. Tijoriy direktor. Tijoriy direktor endi kim bo'ldi? Savdo direktori kim desanglar, savdo direktori odatda faqat sotuvga javob beradi. Va bizda umuman kommersiy blok o'zi tijoriy bo'lim ikkiga ajraladi. Birinchisi sotuv va marketing. Yangi kelganlar uchun tushuntirib beraman. Shu yo'nalish ichidagilar uje tushunishdi. Sotuv bu bizni biznesimizga yoki bizni qaqadir klient olib kelib berishimiz bu marketing ishi. Tushundinglar? To есть odamni jalb qilib berish. Reklama deylik, mana oddiy qilib aytganda, reklama qilib berish bu marketingga marketolog ish. O'sha reklamadan kelgan odamga sotib berish bu sotuvning ishi, sotuvchining ishi, sotuv bo'limining ishi. Endi shu ikkita narsani birga ishlatadigan odam bu boya aytib o'tganimdek tijoriy direktor. Tushundinglar? To есть savdo direktori faqat sotuvni zo'r ishlatib bersa, zo'r tizim qo'yib bersa, tijoriy direktor ikkalasini ham bir vaqtda birdan ish. To есть unga korxonaga pul olib kelish uchun faqat produkt kerak bo'ldi. Produktni oladi, sotadi, korxonaga pul olib keladi va bunaqa odamlar odatda 5000 plyus topishadi.
Mana sizlarga 5000 plus bu 10 mingdan bo'lishi mumkin, 15 mingdan bu kompaniyani kalibridan kelib chiqib o'sib ketib turadigan summa. To есть bu oddiy qilib aytganda kompaniyani yuragini boshqaradigan odam. Endi bitta o'ylab ko'ringlar. Oddiy sotuv yo'nalishidan ish boshladik, sotuv menejerlikdan ish boshladinglar-da va hozir biz nimani gaplashyapmiz? Bu katta kompaniyani butun boshli tizimini boshqarib, yuragini boshqarib, topayotgan puli ham hazilkasiz-da. Masalan, men aniq ayta olaman, $5000 topayotgan odam mazza qilib yashaydi. Mashina u yeb ichardan muammo bor. Bizani первоначальный anaqalarimiz bor, ehtiyojlarimiz, o'shalarning hammasi yopiladi. Bo'ldi, shu oxirimi desanglar, yo'q, bu ham oxir emas. Sotuvchini deymiz, tepada oddiy yo'lda boshlagan sotuvchi, ya'ni ikkita yo'li bor. Birinchisi bu SEO'li. Hozir tushuntirib beraman maligi. Tushunmaganlar bo'lsa, menimcha shunda hamma nima haqida gap ketayotgan. SEO, hozir tushuntirib beraman, buni uchun bo'ladigan umiddaman. SEO bu o'zimizning tilda qilib aytganda direktor, ya'ni qaysi kompaniyani boshlig'i bo'ladi. To есть butun boshli kompaniyani boshqaradi. Tijoriy direktor bo'lgan odam kompaniyaning eng qiyin joyini boshqargandan keyin buni ham bemalol boshqaradi. O'rganadigan narsalar bu yerda finans qo'shiladi, yuridik masalalar qo'shiladi, moliya qo'shiladi, lekin u odatda tijoriy direktorlik vaqtida ham juda ham ko'p uchragan uchun уже opiti bo'ladi. Shuning uchun bu ishni bemalol epleydi. To есть sotuv menejerlikdan boshlagan odam уже SEOlik darajasigacha yetdi. Endi bu yerda ikkinchi muhim bo'lgan narsa bor. Bir o'zingizlar uchun qiziqishga anaqa jurnal bor-ku, eng boy odamlar, Forbes. Forbes ochasizlar-da, top eng 10 ta eng boy odam ko'rib chiqasiz. Va o'shandan yo 3 tasi yo 4 tasi bu sotuvchilar oddiy. Nimaga men sotuvchilar deyapman? Misol uchun Elon Musk. Oddiy misol keltiraman. Elon Musk o'zini Tesla o'zining produkti emas, ochiq qilib aytganda bu ideya faqat, ideya realizatsiya qilgan odam. SpaceX ham xuddi shunaqa. Elon Musk asosiy masalasi biznesda roli bu boshqaruv, sotuv, investitsiya jalb qilish, hype qilish, reklama qilish, xullas ish yurgizish. Tushundinglar? Elon Musk ham sotuvchi. Bu narsani bir internetdan o'zingiz qiziqib ko'rsanglar bo'ladi. Endi nimaga men Elon Muskni misol qilib keltirdim? Sotuvni yuragini tushungan odam, tijoriy direktor, boya tushuntirganimdek, marketing sotuvni tushunganingizdan keyin bemalol o'z shaxsiy biznesingizni boshlay olasiz. To есть sizda qoladigan narsa faqat produkt top va uni reklama qilib sot. Siz reklama qilib sotishda zo'rsiz, tijoriy direktormisiz? Demak, reklama qilib sotishda zo'rsiz. Produkt topasiz, uni sotasiz, reklama qilasiz, sotasiz, bo'ldi. Shaxsiy biznesingiz ham tayyor. Mana sizga o'sha sotuv menejerlik kasbini kelajagi. Bu narsani o'zi biz oldinroq qilmoqchi edik. Nasib qilgan ekan hozirga cho'zildi. Sotuv menejerligiga kirishga ikkilanayotgan odamlar, kirsammikin, kirmasammikin, yoki o'z kelajagi bormikin, yoki 2 oy kiraman, 3 oyga kiraman degan odamlar birinchidan bu narsani bitta yaxshilab ko'rib chiqinglar. Yaxshilab o'ylanglar. Qayerda o'zi bunaqa imkoniyat bor. Buni o'ylab chiqqaningizdan keyin maqsadni to'g'ri qo'yinglar. Maqsadni to'g'ri qo'ysanglar, qaranglar, fokus qayerda bo'lsa, sizlar ham o'sha yerda bo'lasiz. Fokus mana narsada yoki fokus eng oxirgi, конечно, natija deymiz-ku. Fokus mana bo'lsa, mana bu yo'lni bosib o'tishlar juda ham oson bo'ladi. O'shaning uchun boya aytganimdek, qayerga keldinglar, nima qilmoqchisizlar, mana bu narsalar sizga kerakmi? Mana bu pul ham chiroyli ko'rinadi, bunga ham o'zgarishligi bor, bunga ham o'zgarishi, mas'uliyati bor. Mana bu 50 ta 100 ta odam boshqarish oson emas yoki natija bilan ish qilish oson emas. O'sha narsa sizlarga kerakmi yo'qmi? O'sha narsa kerak bo'lsa, unda welcome-da, kirib, o'qib, o'rganib, o'zingizlar ustida ishlaydi. Agar bu narsa kerak emasmi, o'sha tinchgina sizlarga 5-10 million yetarmi unda? Agar sizlarga ham gapim qiziq bo'lgan bo'lsa, umuman yo'nalish qiziq bo'lgan bo'lsa yoki o'sha anchadan beri qiziqib yurgan bo'lsanglar, biz ayni shu mavzuga doir, sotuv menejerligini tayyorlashga doir bitta zo'r yangilik qilganmiz. Pastda silkada o'sha videoni silkasini qoldiraman. Kirib ko'ringlar yoki kimdadir qanaqadir savollar bo'lsa yoki bir nima qiziq qotgan bo'lsa, kommentariyaga yozib keting. Kirib maksimum o'zim javob berishga harakat qilaman. Kuzatinglar, obuna bo'linglar. Bundan buyog'iga Xudo xohlasa qiziqarli, yaxshi videolarni ko'p chiqaramiz. Salomat bo'linglar.